Xitoy hukumati 2016-2017 yildan boshlab bu rasmiy irqiy qirg'inchilik siyosati boshlagandan keyin vatandagilar bilan vatan sirtidagilarning aloqalari tamoman uzilgan. Vatan ichidagilar hatto chet eldagi tuqqanlardan voz kechib tamoman berib kelish to'xtagan bir vaziyatda. Xitoyning maqsadi tamamen Uygurlarni yok qilish va yoki xitoylashtirish va Uyg'ur kimligidan uzoqlashtirish. Bu siyosati aniq va bugun o'zgargani yo'q. Ammo dunyoda Xitoyga bo'lgan besimlar, Uyg'ur tashkilotlarining, faoliyatchilarining, kamp shohidlarining va xalqarodagi inson haqlari tashkilotlarining ep bo'lgan uzluksiz faoliyatlari natijasida Birleşken Devletler Teşkilatı'da olsun, Amerika başlık, Avrupa İttifakı başlık demokratik devletlerde nurgulgan Xitoyga qarshi kayfiyat shakllanadi va Xitoy hukumati haqiqatan qattiq besim ostida qolganligi uchun bugun taktikasini o'zgartib, mana xohlagan chet elga chiqib kirsa bo'ladi, chet eldagilar kelsa bo'ladi degan shaklda bir o'yin o'ynayotdi. Bu Xitoy hukumatining maqsadida, niyatida o'zgarishning bo'lganligi emas. Faqatlam taktikasini o'zgartirdi. Yangi chapan kiyotidu ama o'xshash siyosatni davomlashtiryotdi. Endi bunda bir sharoitning o'zida vatanga berishning o'zi Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini biz qilmayapmiz deb Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rad qilish uchun epirayotgan xalqarodagi bu dezinformatsion, yolg'on uchur taqitish siyosatining harakatiga xizmat qilganlik bo'ldi. Uyg'urlar bu masalada qalbini ishlatish kerak. Bunda bir sharoitning o'zida Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rad qilishdan iborat bu suiqasdning bir parchasi bo'lmasligimiz kerak. Bu ziyorat shu suiqasdning bir parchasi bo'lib qolganlik bo'ldi. Xitoy burun chet ellik mutaxassislarni va yoki chet ellik diplomatlarni ko'proq musulmon davlatlaridagi aziz davlatlardagi insonlarni olib bu qirg'inchilikni rad qilishga uringan. Bumi yetarli bir ta'sir ko'rsatmagandan keyin endi mana Uyg'urlarni kelib ketdi deb bu o'zining epirayotgan bu tashviqotini, bu jinoyatini oqlash uchun Uyg'urlarni yana suiiste'mol qilmoqchi. Tarixdan saboq ilishimiz kerak. Bu irqiy qirg'inchilik to'xtamaguncha bir qanchimizning urug' tuqqanining qo'yib berilishi, bir qanchasining vatanga berib kelish yo'lining ochilishi bu irqiy qirg'inchilikning tugaganligining alomati bo'lmaydi. Shuning uchun kallimizni sagak tutishimiz, Xitoyning bu o'yinlarga olat bo'lmasligimiz, hech bo'lmasa bir vijdoniy, axloqiy majburiyatlarimizni chiqish nuqtasi qilib harakat qilishimiz kerak. Hamma odamning ota-onasini ko'rgisi keladi. Hamma odamning vatanini ko'rgisi keladi. Bu tabiiy haqqi. Ammo bugun Uyg'urlar bir qirg'inchilik duch kelyapti. Butun bir millat yo'q qilishga da'vo. Xitoyning maqsadi shu. Shuning uchun bu masala kelgan chaqda har bir Uyg'ur sagak o'ylash kerak. Har bir Uyg'urning bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatishda bir mas'uliyati, axloqiy va vijdoniy mas'uliyati bor. Davlatlarning qonuniy mas'uliyati bor. Butun insoniyatning mas'uliyati bor deyapmiz. Shuning uchun bugun dunyoda nurg'un davlatlar Xitoy bilan bo'lgan savdoda nurg'un ziyon tortayotgan bo'lsa-mu, bu qonuniy va axloqiy majburiyatlarni chiqish qilib turib, nurg'un shirkatlar, hatto davlatlar Xitoy bilan bo'lgan tijorat masalasida orliq qo'yyapti va Xitoy bilan tijoriy shirkatlarga nisbatan jazolash tadbirlarini olib boryapti. Xitoy chet ellik mutaxassislarga, parlament a'zolariga, davlat arboblariga qaralislik qilib Xitoyga birinchi shaklidi. O'xshashla G'arb dunyosimi Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan munosabatli bo'lgan Xitoy amaldorlarini qaralislik oldi. Demak, dunyo bu masalaga shunchalik sezgur va qat'iy muomala qilayotgan vaqtning o'zida biz Uyg'urlar ota-onamni seg'inib ketdim, qarindishimni seg'inib ketdim deb kichikkining shaxsiy manfaatidan voz kechmay uyaga borganlik bu eg'ir darajadagi shaxsiyatchilik. Biz uni xoin umida demaymiz, ammo eng oxirida uning epbagan natijasi Xitoyning epirayotgan mushu siyosatiga davoni ojizlashtirish, chet eldagi milliy harakatni yolg'onchilik bilan qaralash va bizga yordam qilayotgan davlatlarni, parlamentlarni, xalqaro tashkilotlarni, insonlarni, shirkatlarni yolg'onchi chiqarish harakatining bir parchasiga aylanib qolamiz. Bu jinoyat shakllanadigan bo'lamiz shu vaqt.